O'zbekistonda yangilik do'stlar, toza havodan nafas olsangiz, chang kirib, o'pkangizni pishiryapsizmi, nima bo'lsangiz bo'lyapsizmi? Buni yechimi topildi do'stlar. Bu qaranglar. Endi o'pkangizga ham ishtim bo'lmaydi. Mana shunaqa axlatlarni changga ham tashlasiz, tashqariga umuman chiqarolmasak, eng qizig'i 50 ming, 100 ming so'mlik mana shunaqa salafanni olib olasiz. Bo'ldi, shu bilan yechim topildi. Endi drabilkani olib bemalol ishlasangiz bo'laveradi. Havoga zarar berib, qo'shnidan so'kish eshitmaysiz. Oddiy mana ko'ryapsizlarga buni ishlatmasalar ham mana shunaqa drabilkalarimiz changni o'ziga qaytarib deb yo'talib, tomongiz ham o'pkangiz ham pishadi. Eng qizig'i bu drabilkalarimizga keladigan bo'lsak, narxi atiga 2 million 100 ming so'mdan ekan. Tushunyapsizmi? 2 million 100 ming so'mning ichida mana shunaqa baquvvat motori, undan tashqari mana bunaqa shitlari bo'ladi. Agar to'k o'ynaydigan bo'lsa, tasavvur voltigacha ko'rsatadi. Og'zi ham kattasidan bo'ladi. Eng qizig'i 4 xil mana bunaqa nasatkalarini ham bonus tariqasida qo'shib berishar ekan. Bundan ham arzoni kelayotsalar, uy sharoitida bir dona makani olib turib, maydalab chiqarib o'tiraman desalar ham 1,5 million so'mga buni ham beraveramiz deyotgan. O'zbekiston bo'ylab dastlabki albatta kelishgan holatda biz turgan joy Farg'ona viloyati Yazyovon tumani Primo ishlab chiqarish, ya'ni Omatillolar joyida turibmiz. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqib turib, foydasiz oldim desalar to'liq ma'lumot berishadi. Endi havoyimizni asraylik. Bo'ldi.